O'zi men biznesmenman. Rosa katta bizneslar qilaman. Sayohatlarda, aylanishlarda rosa yaxshi ko'raman Shahnozaxon. Rostdanmi? Ha, erkak bitta gapiradi-yu. Aka sous berib yuboringlar, iltimos. Aha, sous? Restoran ochdim yangi. Ashida murskoy chichivichi yetdim, sousini bermabdi. So'kib qo'ymasam bularni Shahnozaxon. O'zi Nodir aka, men ham rosa to'q oilada o'sganman. BMWni ustiga bergandim, kibrni sindirish uchun taxoda yuribman. Baxt oddiylikda-ku, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri Shahnozaxon. Ertaroq qa dedingiz, uzukka ko'z qo'ygandek emasmiz bir-birimizga, Nodir aka, qachon ko'rishamiz? Yo'q, meni hozir amerikalik investorlar bilan ko'rishim bor. Sirasi ularni kuzatib olib ko'rishamiz Shahnozaxon. Assalomu alaykum, Yunusobodga, baribir ketiriyor dastavkaga. 12 minutda chiqadi. Bo'ldi aka. Shahnoz, mana nima qilyapti Shahnoz aka, meni yashiring. Nodir aka? Nodir aka, nima kiyib olgansiz? Ha, boyvachcha, qo'sha bizneslarim, mashinalarim, restoranlarim bor degansiz. Qani o'shalar? Oddiy ishchi ekansiz-ku. Baqir-chaqir qilib odamni sharmanda qilavermang Shahnozaxon. Kibrni sindirish uchun men ham shundan yuribman. Yo'q, siz o'z sayohat qilishni yaxshi ko'raman deb to'ppa-to'g'ri aytgan ekansiz, dastavchilik qilib har kun mahalla. Yigitlarga ham hayronman, yolg'on gapirib nimaga erishadi bilmayman. To'g'ri meni. Voy, yangi kelgan o Farrosh qizimiz qani? Shahnozami, Zulfiyami, kim edi? Keldim shetdaman. Nima qilib gaplashib turibsiz? Tezroq kirib ishingizni qiling. Aha, bo'ldi boshliq. Hozir kiraman. Yolg'onchi, qaytib ko'zimga ko'rinmang. Onang nemgir. Ko'rdi, qorong'ida topibdi-yu, ha? Shahnozaxon to'xtang-da.